arendasi $500 bo'lgan, tayyor bo'lib turgan biznesga ega bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Eng zo'r joyi bilasizmi nima? Mahalla fuqarolar yig'ini shunday yonginingizda. Pochta yoningizda va novvoyxona ham bor. Undan tashqari uchastkovilar sizni yoningizda. Bu degani xotirjam bemalol ishlashingiz mumkin. Joylashgan joylari Yangi Hayot tumani 9-hududda joylashgan. Shunday yo'l yuzida ko'rsating. Yo'l yuzida joylashgan, atrofda magazin, yonida atrofda magazin yo'q, lekin nariroqda bo'lishi mumkin. Faqat karollarda ishlaysiz. Bemalol. Dom, orqasidagi domlarni ham ko'rsating. Orqasidagi domlar, atrof dom, hamma mahallalardagi odamlar sizdan xarid qilishi mumkin. Egalariga srochniy pul zarur bo'lganligi uchun, ko'targaniga berib yuboraman deyaptilar. 32 ming so'ragan joylarida men ular narxlarini 23 mingga tushirdim. Arendasi vashi zo'r, ichkanlari keng. Men sizga ichkanlarni hozir video obzor qilib beraman. Qani ketdik. Bismillah. Ichkariga kirganimizdan keyin ko'rib turibsiz, ichkanlari kengina, ularga tegishli bo'lgan mana shu konditsioner, xolodilnik, bu yoqdagi ikkita morozinnik va bu yoqda yana 3 ta xolodilnik egalariga qaraydi. Va mana shu yerda ko'rib turgan barcha oziq-ovqat, polka, nimaiki ko'rayotganmiz, hatto lampochkalargacha mana shu boy aytib o'tgan narxga 23 mingga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Egalariga srochniy pul kerak bo'lyapti. Videoni bugun joylayman, ulgurib xarid qiling. Uchastkovilar oldingizda degani bu, karollarda ishlaysiz degani. Ulgurib qoling, kech qolmasdan egalariga telefon qiling, ular raqamlarini yozib qoldiraman. Lokatsiyalarini Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Kimga reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz bilan bog'laning. Xudo xohlasa xizmatingizda bo'lamiz.